Bismillah, velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün yana roz hakkındaki fiqh derslerinin devamını okuyumuz. Bugün sözleydiğin mazmun rozunu buzub etadigan işler. Rozdar kishi tuvandagi ishlardan qaysi birini qilsa, uning ro'zasi sunib ketadi, buzilib ketadi. Birinchi, qasddan yeyish va ichish. Chunki Alloh taolo va kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal layl dedi. Ya'ni qarji bilan oq yeb, sizlarga oydin bo'lg'uchi qadar, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzning yo'riqi oshkor bo'lg'uchi, ya'ni tong otquchilik. Ondan keyin sizlar kechagachilik, ya'ni kun o'ltirib ketkichilik ro'zalaringlarni tamom qilinglar, bir narsa yeb, ichib qilmanglar. Yeyish ichishga shuning ma'nosidagi, shuning o'rnini bosadigan narsalar kirib ketadi. Masalan, badanga oziq-ovqatlantiradigan ukullar. Gerçi yeb ichib qilmagan bilan badanga oziq-ovqatlantish jihatdan yegan va ichganning hukmida bo'lg'ashqa bu xil ukullarmi ro'zini sundirib o'tadi. Ammo unutib qilib yeb ichib salgan bo'lsa, uning ro'zasi to'g'ri bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam man nasiya va huwa soimun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Alloh va saqahu degan. Ya'ni kimki ro'zlar holatda unutib qilib yeb ichib salgan bo'lsa, ro'zasini tamomlasin. Chunki Alloh taolo uni yedirgan va uni sug'organ. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bu ahvollar farz ro'za bo'lsin yoki nafl ro'za bo'lsin o'xshash. Agar u odam unutib qilib bir narsa yeb ichib salgan bo'lsa, esi kelgan hamon darhol yeyish va ichishdan to'xtash kerak. Ammo badanga uzuqliq bo'ladigan ukul emas, balki dorining o'rnidagi soladigan ukul bo'lib qolsa, u chaqda ro'zini buzib etmaydi. Mayli uni tumurga urgan bo'lsin yoki badanning boshqa yeriga urgan bo'lsin. Andan keyin yana ko'zga temetadigan dora, quloqqa temetadigan dora qatorliqlar ro'zlarning ro'zasini buzib etmaydi. Masalan, o'pka kasal yoki kanay, yallig'i qatorliqlarga ishlatadigan purkaydigan dorini ishlatsa bo'ladi, lekin eng yaxshisi buni kunduzlikda ishlatmay, iftor qilib bo'lgandan keyin kechida ishlatsa yaxshi. İkinci ro'zani buzilgan ish qasddan yandirish, qasddan qusish. Ya'ni yandirish deganimiz oshqozonning ichidagi narsani og'iz orqali chiqarib o'tish deganlik bo'ladi. Masalan, bir kishi ro'zlar holatda yandirish bo'lmaydiganligini bilib turib, qasddan o'z bir amallarni qilib qasddan yandirib o'tgan bo'lsa, u chaqda uning ro'zasi buzilib ketadi. Ammo ma'lum bir sabablardan ko'ngilishib ketib, masalan, o'zini tutib olmay yandırıp salgan bo'lsa, o chaqda uning ro'zasi buzilmaydi, ro'zasini davomlashtirsa bo'ladi. Buning dalili payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mana so'zidir. Man zara'ahul qay'u falaysa alayhi qada va man istaqa'a amdan falyaqdi. Ya'ni bir kishining yandırg'isi kelib ketib, yandırıp salgan bo'lsa, qazosini qilmaydi, ya'ni ro'zasi buzilmaydi. Va bir odam o'zi majburiy yandırgan bo'lsa, qasddan u chaqda qazosini qildi, ya'ni ro'zasi buzilib, shu kunniki ro'zaning qazosini qiladi. Bu hadisni Imom Abu Davud va Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Ro'zani buzadigan 3-xil ish arayalik munosabat o'tkazish. Bir kishi ro'zlar holatda turib, bu ishning harom ekanligini, xatoligini bilib turib qasddan qilgan bo'lsa, bu sababli u gunohkor bo'ladi. Uning bu ishidan tuvandagidek 5 ish kelib chiqadi. Birinchidan, u odam gunohkor bo'ladi. İkinchidan, o odam kun o'ltirib ketkichilik, kashf bo'g'uchilik, ro'zani buzib o'tadigan ishlarni qilmaslik kerak. Uchinchidan, uning shu kunlik ro'zasi buzilib ketadi. To'rtinchisi, u kunning qazosini qilish kerak. Beshinchisi, kaffarat berish kerak. Kaffarat deganda yoki bir qul ozod qiladi. Agar uni qilmasa, orqadan 2 oy ro'za tutadi. Ya'ni 2 oy kunlarini ulab turib ro'za tutadi. Agar buni qilmasa, 60 miskinga tamoq beradi. Ama ayollar biletqul salgan dora ve juydigan suyuqluq qatorliqlar ro'zani buzmaydi. Ro'zani buzgan 4-chi ish shahvat bilan ma'nining chiqishi. Buning dalili payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ro'zlar kishi haqida Alloh taoladan rivoyat qilgan hadis qudusida mundaq degan, ya'ni Alloh taolo shundaq degan: "Yada'u ta'amahu va sharabahu va shahvatahu min ajli." Bu ro'zlar kishi tamoqini, ichimlikini va shahvatini men uchun tashlaydi, tark etadi.
Agar ro'zador kishidan mush xil ahvol yuz bersa, u odamga kafforat kelmaydi, faqat shu kunning qazosini qiladi, chunki ro'za buzilib ketganligi uchun. Agar bir kishi Ramazonning kunduzi o'zi qo'l orqali bir ish qilib yoki bir narsa ko'rib yoki anglab yoki tafakkur qilib shuning bilan ma'niga ketgan bo'lsa, bu odamning ro'zasi buzilib ketadi, kafforat kelmaydi, shu kunning qazosini qiladi. U odam o'zining mush qilmish uchun Alloh taologa samimiy tavba qilish kerak. Ro'zani buzadigan omillardan 5-si hayz va nifas. Agar bir ayol ro'zador holatda hayz kelib qolsa yoki nifas bo'lsa, ya'ni tug'sa, u chaqda uning ro'zasi buzilib ketadi. Endi hoshidan ketgan odamning ro'zi qanday bo'ladi desa, bir kishi ro'zasini niyat qilgan bo'lsa, lekin kunduzning hammasida hoshsiz holatda bo'lsa, uning ro'zasi durust emas. Agar bir odam ro'za tutgandan keyin hoshidan ketgan bo'lsa yoki kunduzlikda ya'ni sarang bo'lib qolgan bo'lsa, uningdan keyin asli kelgan bo'lsa, o chaqda uning ro'zasi to'g'ri bo'ladi, kun o'rtog'ichilik ro'zasini davomlashtirsa bo'ladi. 6-chi ish qon og'izish orqali badandan qon chiqarish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aftaral hajimu val mahjum degan. Ya'ni qon og'an kishi va qon og'izgan kishi ro'zasini buzivatdi, iftor qilyapti, ya'ni ro'zasini ichivatdi degan. Qon oldirish bilan ro'za buzilmaydi degan ko'z qarashim bor. Yana birisi qon taqdim qilish. Ro'zador odam boshqalarning ehtiyoji tufaylidan, ya'ni jiddiy bir ahvol bo'lib qolib, qon taqdim qilsa, uning ro'zasi buzilmaydi. Ammo taqdim qilgan qon ko'p bo'lib ketsa, u chaqda ehtiyot qilish yuzidan uning ro'zasi buzilib ketadi. Endi qon sog'izgan odam albatta uning ro'zasi buziladi. 7-chi ish murtadlik. Musulmon kishi ro'za tutgandan keyin dindan yenib, na'zubillah, murtad bo'lib ketsa, uning ro'zasi baqo bo'lib ketadi. Chunki kofirning ibodati durust bo'lmaydi, chunki Alloh taolo sen agar shirik keltirsang, sening amallaring baqo bo'lib ketadi degan. Biz bayon qilib o'tgan ro'zani buzadigan bu sabablar 3 xil shart bilan ro'zani buzadi. Birinchi, shar'iy hukmni bilgan bo'lishi, vaqtni bilgan bo'lish kerak. Masalan, u odam ro'za tutgan odamning yeb ichishining haromligini bilish kerak va vaqtni bilish kerak. Masalan, ro'zaning vaqti qachondan qachongachilik buni bilish kerak. Agar bilmagan bo'lsa, bilmasdan yeb ichib yoki boshqa ishlarni qilib solgan bo'lsa, uning ro'zasi durust. Ikkinchi shart, u odam unutib qolmagan bo'lish kerak. Ya'ni esida bor bo'lish kerak. O'zining ro'zador ekanligi esida bor bo'lish kerak. Agar u odam unutib qilib, yeb ichib solsa, masalan, uning ro'zasi durust va qazosini qilmaydi. Uchinchi, maqsad bo'lish. Ya'ni ro'zador odam shu ishlarni qilishni o'zi xohlab turib, qasddan o'zining irodasi bilan qilish. Yuqorqi mazmunlarga aloqador ba'zi masalalar. Birinchi, Ramazonning kunduzi arayillik munosabat qilib qilishning kafforati chuqum hijriya kalendari bo'yicha hisoblangan 2 oy ro'za bo'lishi kerak va 2 oy ro'za oqma-oqidan ulashib kelgan bo'lishi kerak. Ikkinchi, agar bir kishi Ramazonning boshqa vaqtda farz bo'lgan ro'zani tutgan bo'lsa, masalan, qazo ro'za deganga o'xshash yoki kafforatning ro'zasi deganga o'xshash, bu ahvol ostida arayillik munosabat qilib solgan bo'lsa, yoki nafl ro'za tutib turib, arayillik munosabat qilib solgan bo'lsa, uning ro'zasi buzilib ketadi va kafforat kelmaydi. Uchinchi, ro'za tutmaslikqa ruxsat berilgan kasal yoki musofir qatorliq ishlar Ramazonning kunduzi arayillik munosabat qilsa, gunoh bo'lmaydi. 4-chi, agar bir kishi ro'zador holatda badanga uzuqlik bo'lmaydigan narsa yesa, masalan, to'piq o'xshash yoki badanga ziyon qilgan narsalarni yesa, masalan, tamaki cheksa, uning ro'zasi buzilib ketadi. 5-chi, ro'zador odam agar o'zining shahvatini kontrol qila oladiganligiga ko'zi yetsa, ayolini quchoqlasa, so'ysa bo'ladi. Ammo o'zining shahvatini kontrol qilishga ko'zi yetmasa, o chaqda ayolini quchoqlab so'yib qo'ymaslik kerak. 6-chi, ro'zador odam og'izdagi tukurukini yutib bo'ladi, ammo balg'am, manqi deganga o'xshash narsalarni tukirib o'tish kerak.